Men itdek $40,000 investitsiya berdim, oxirida aka qiynagan deb ketib yubordi. 100 ta odamni bepul o'qitishdan maqsadimiz biz biznesmenlarni tayyorlamoqchi bo'ldikda. Hatto qiz bola shogirdlarim $3,000-4,000 oyiga topyapti. 1 oy o'qiydi, 2 oy o'qiydi, qiyin ekan deb ketib yubordi ko'pchilik. Siz meni shogirdlikka oling, shu muammolaringizni men hal qilishga yordam beraman. Men shogird olaman, 100 ta insonni deb reklama berganman. Bepul narsalar qadri yo'q degan narsaga keldim men. Demak, savol: qanday qilib muvaffaqiyatli insonlarga, biznesmenlarga shogird tushish mumkin? Qarang Mirkomil, bu yerda bizni o'sha insonlar qayerda xatosi bor? Insonlar boradida muvaffaqiyatli insonning oldiga borib turib, meni shogirdlikka oling, men shu narsani sizdan olmoqchiman. Shu narsaga ega bo'lmoqchiman deb aytadi-da. Hech kim men sizni mana shu joyingizga yordam beraman, mana shu ishingizni qilib beraman, 3 yil, 1 yil, 2 yil yoki 6 oy sizga mehnat qilib beraman, sizga yordam beraman demaydi-da. Asosiy holatda men faqat erishmoqchiman, men olmoqchiman deb aytishadi. U odam ham aytadi, "Xo'p, men senga vaqtim ketsa, umrim ketsa, tushuntirsam, men nimaga erishaman, men nima olaman?" degan savol bersa, ayta olmaydi. Nima qilish kerak, yechimi nima deydigan bo'lsak, o'sha inson, shogird tushmoqchi bo'layotgan inson o'sha odamni analiz qilib ko'rish kerak. O'sha muvaffaqiyatli odamga nima kerak? Yordamchi kerakmi? Shopir kerakmi? Yoki biron bir sotuv bo'limiga odam kerakmi? Yoki qanaqangidir moliya bo'limiga odam kerakmi? Marketing bo'limiga odam kerakmi? Analiz qilib ko'rib, borib unga yechim berish kerak. Palonchiyevich, misol, siz biznesmensiz, sizda mana bunaqa muammolaringiz bor ekan. Siz meni shogirdlikka oling, shu muammolaringizni men hal qilishga yordam beraman. Yo sizni yoningizda 1 yil yuraman, 2 yil yuraman, mutlaqo bepul yuraman. O'rgating menga deydigan bo'lsa, uni olish ehtimoli katta. Eng qizig'ini aytaman Mirkomil, 2019-2020 oxiri 21da men O'zbekistonga e'lon berganman. 100 ta insonni shogirdlikka olaman mutlaqo bepul va 100 ta insondan Toshkent shahrida yashashi, yeyishi, ichishi 100% to'lab beraman. Men shogird olaman 100 ta insonni deb reklama berganman. Menga 1300 ta ariza tushgan o'sha vaqtda. 3 ta shart berganman. 3 ta kitob berganman. Shu kitobni o'qib, konspekt qilib, tushungan narsalaringni aytib beringlar deb men shart qo'yganman. 1300 ta odamdan 200 tasi atiga kitob o'qib kelgan, ishonasizmi? Men bergan va'dani qarang. Toshkent shahrida yashashing, yeyishing, ichishingga ham to'lab beraman, bepul o'qitaman deganman, shogird qilib. Xullas 200 tasi keldimi? 200 tasidan suhbat qildik-da. Suhbat qilib turib 100 tachasini oldik. 100 tasini Toshkent shahrida yeyishi, ichishi, yurishi hammasini to'lab berdim. 6 oy ichida 30 ta qolgan. 1 oy o'qiydi, 2 oy o'qiydi, qiyin ekan deb ketib yubordi ko'pchilik. Biznes qiyin ekan deb ketib yubordi. Tushunyapsizmi? Qarang Mirkomil. Oxirida 30 ta odam qoldi. 30 ta odam 6, 7, 8, 9-oylarga borib yana saralandi. Oxirida 7 ta bola qoldi. Hozir o'sha 7 ta bolalar danli moment $1000, $2-3,000 topyapti. Hatto qiz bola shogirdlarim $3,000-4,000 oyiga topyapti. Bu menga zo'r dars bo'ldi. Buni aytaymi, xulosasi nima bo'ldi? Bepul narsalari qadri yo'q degan narsaga keldim men. Chunki men shuncha odam o'qitdim, shuncha vaqtim ketdi, shuncha shogirdlar, shuncha pul sarfladim, bepul bo'lgancha odamlar qadri ketmadi. Endi hozir nima qilyapmiz? Hozir shogirdimiz bor bizda, shogird olyapmiz biz. Endi kelayotgan shogirdni vaqtini, umrini tikkandan tashqari pul ham to'laydi hozir. Qanaqangidir определённый pullari to'laydi, keyin biz shogird olamiz. Bo'lmasa prostak vaqtimizni sarflamaymiz. Pulni sarflasa, bilimni ham qadriga yetadi keyin. Bepul joyi qayerda desangiz, bepul joyi mana. Shu paytgacha eng ko'p kontentlardan biri bizniki ekan. YouTube'da 1,5 mingta videomiz bor ekan. 1,5 mingta. Instagramda 1000 ga yaqin. Mana 2,5 mingta video. Mutlaqo bepul. Marhamat ko'rsin, hammasini konspekt qilib kelsin. YouTube'da 1,5 mingta videoni, Instagramda 1000 mingta videoni konspekt qilib kelsin. O'sha odamni men mutlaqo bepul olaman.
man lishni aytyapman. YouTube'da 1,5 mingta videoni, Instagramda 1000ta videoni men olishga vaqtim, umrim, pulim ketdi. Unga bepul konspekt qilib kelsin, 100% bepul shogirdlikka olaman o'sha insonni. 100% va'da beraman. 100 ta odamni bepul o'qitishdan maqsadimiz biz biznesmenlarni tayyorlamoqchi bo'ldik-da. Men ustoz Saidmurod Davlatovga aytdim-da, shunaqa proyekt qilaman dedim. Bunga dedim budjet ajrataman desam, Ilhom xato dedi. Nimaga desam, yo'q dedi, odamlar qadriga yetmaydi dedi. Men aytdim, yo'q, qadriga yetadi javob dedim. Men saralayman dedim. Bu proyektda rahbar qilib Xursonoyni qo'yganman. Xursonoyni taniysizlar-a? Xursonoy proyekt rahbari qilganman-da. Shuncha odamni sartrubka qildik. Oxirida o'sha 6-7 odam qoldi-da. Dashi bitta qolgan bolaga o'sha 40 ming dollarga investitsiya ham qilib haliga berganman. Sahnani pulini men investitsiya qilib berganman. O'shani ham ishlata olmadi. Bilasizmi nima bo'ldi ashi? Aka qiyin ekan deb ketib bordi. Men itdek 40 ming dollarga investitsiya berdim, oxirida aka qiyin ekan deb ketib bordi. Tasavvur qilyapsizmi men qancha mehnat qilganman unga? Yo, men Umid bilan birga oldik. Men Umidni ko'ndirib, Umidga olib berdirdim. Umidga vashi kerak emas bu narsa. O'sha Umid, trader Umid, millioner. Umid o'rtog'imga aytib, oldirdim unga. Men javob bu bola ishlatadi deb. U bola 40 ming dollar proyekt bor edi. 40 ming dollar, 200 ming dollar qilish kerak edi bir yilda. Studiyani, ha. Undan keyin men katta dars bo'lgan. Unaqa ko'p ko'rdim men. Unaqangi shogirdlarim ko'p. Kimgadir 10 ming tikdim, kimgadir 20 ming, kimgadir 15 ming. Qancha narsani ko'rib bordim. O'shaning uchun oxirida menga bu narsa qoniqtirmadi. Lekin eng qizig'ini aytaymi? Eng kuchaygani o'zim bo'ldim. Shuncha odam o'qitish, shuncha odamga o'rgatish, shuncha odamga tajriba berish, bomba tajriba qoldi menda. Mana Akbar yaxshi biznesmen bo'lib ketdi. Akbar Mardikorida kelganda. Taniysan Akbarni? Akbar g'irt Mardikorida. 2 oyda Damoz oldi. Yana bitta mashina oldi. Uji ishchilari bor. Akbar kuchaydi. Xursonoy kuchayib ketdi. Yana kimlar? Nurbek tirik. Nurbek yaxshi bo'lib ketdi. Kompaniya ochdi o'ziga. Yana bir 5-6, 7 tacha odam bor-da. Hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Lekin bular oxirgacha qolganlarda. Men bilan ishlash qiyin edi, chunki ertalab soat 6 da ish boshlanar edi. 6 da 70 ta odam poxodga olib chiqardim bolalar. 6 da har kuni. 1 soat poxodga bo'lar edi. Keyin hamma zavtrak qilar edi. Armiyskiy rejimda. Keyin kuni bilan dars bo'lar edi, kechqurun 10 gacha edi. 10 da hamma ketar edi. Chidash qiyin-da bu narsaga. Dadamni sog'indim deb ketib ko'pchilik. Men ular prajivaniya pitanasini to'lab yuribman. Toshkentda bo'ldi. Mana shu sekretar edi, haliginda resepsiyonda o'tirar edi. Mana shu ko'zi bilan ko'rgan hamma narsani. Dahshat. Qo'llaganman to'ppa-to'g'ri. Lekin o'shalar uchyapti-da hozir. O'sha oxirgacha chidaganlar uchyapti, realni uchyapti.